Qadrli tomoshabinlar, assalomu alaykum. Yana bir bor xush keldingiz. Yana bir video klip bilan huzuringizda bo'lishimdan g'oyatda xursandman. Yana bu marta esa siz bizni Misrobod mahallasidan tinglamoqdasiz va Misrobod mahallasida esa yana ham go'zal ko'rinishda kurash musobaqasini tinglayapsiz. Siz esa bu kecha bizni Misrobod qishlog'ida Hasibullajonning to'yidan Mirvays Pahlavoni Misrobod va Hoji Nurmuhammad Pahlavoni Qarakentning bellashuvini kurash musobaqasidan tinglamoqdasiz. Agarda shunday guzarishlar sizga yoqsa, qatman bizning safamizga obuna bo'ling va bizning shunday forum va go'zal ko'rinishda siz uchun tarqatadigan kliplarimizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, qatman like tugmasini bosib qo'ying. Mirvays Pahlavon barinda bo'lsa, Mamaroy Bashardo'z tarafdan 500 afg'oni borosi bor. Mirvays Pahlavon barinda bo'lsa, Islomiddin Pahlavon tarafdan 100 dollar bahsi bor ekan. Go'zal ko'rinish va go'zal kurashni siz esa Misrobod mahallasidan tinglayapsiz, Hasibullajonning to'yidan. Va u qariyada esa 20 mingdan ortiq kishi yashaydi va u yerda barno yigitlar yashaydi va Mirvays Pahlavonim esa mana shu barno yigitlarning biridandir. Mirvays Pahlavon barinda bo'lsa, ularga tarafdan 500 afg'on joyzasi bor ekan. Mirvays Pahlavon, nima qilding Mirvays Pahlavon? Kuch-quvvatdan foydalanding-ku, Hoji Nurmuhammad Qarakentni yerga bosib yubording. Lekin hakamlar tomonidan qabul bo'lmadi deb o'ylayman. Ha, ko'raylikcha nima deb tasmim oladilar. Azlar. Bu yiqitish esa hakamlar tomonidan qabul bo'lmadi. Yana ham Mirvays Pahlavon o'z raqibini kutmoqda. Faqat shuncha deydiki, to'y o'zimdan, o'z mahallamda. Men kuchimga quvonaman, yanada ham tutqish uchun tayyorman deya tayyorlik oladi. Yana ham musobaqa qayta boshlandi. Mirvays Pahlavon siz uchun bu kecha go'zal va ko'rinishda musobaqa beryapti. Mirvays Pahlavon oldi. Barakalla, barakalla. Barakalla barno yigit, barakalla. Mirvays Pahlavon Hoji Nurmuhammad Pahlavoni Qarakentning yiqiti bu kecha g'olib bo'ldi va Hoji Nurmuhammad Pahlavoni Qarakent esa Mirvays Pahlavonning kuchiga tan berdi va mag'lubligini tan oldi. Va Misrobod yigitlari esa sizlar uchun havoga pul otmoqda, pul.
va bu guzorishni esa siz uchun kamera bo'limida esa Ikromiddina Hakimova bu kechaki to'y musobaqamizning so'zlovchisi esa Mutallibiga yo'lmoz uchun olib boradi va o'zbekcha guzorishni esa so'z tarqatadigan Asadullo Asad bu kecha xizmatingizda bo'lishimdan g'oyatda xursandman. Mirvas Pahlavonning kiftiga esa o'zbek rasm va an'anatiga mos bo'lgan alachopon tashlandi va hakamlar tomonidan esa borib sovg'asini olmoqda. Mirvas Pahlavonning esa Misrobod yigitlari tomonidan qo'llab-quvvatlash uchun sovg'alar birin-ketin berilmoqda va birin-ketin pul yog'adi Mirvas Pahlavonning ustiga. Bu kecha Mirvas Pahlavon pul jamlaydi, pul. Mirvas Pahlavonning xirmani oqdimi deb o'ylayman o'ziga. Yanada ham mana bu ham sarrof yigitlarimizdan biri. Bu ham o'zining sovrinlarini Mirvas Baranga taqdim qildi u. Mirvas Pahlavon esa birin-ketin o'z tengdoshlari bo'lmish, o'z mahallasida yashaydigan yigitlar tomonidan olqishga sazovor bo'lib va tashviq bo'lib, ulardan pullarini jamlab olishda va pul qo'lga sig'magani sabab Mirvas Pahlavonning ortida esa bir barno yigit etagida pul jamlab yuribdi. Hajlar, o'shandayki bilasiz, o'zbek tarixida, ayniqsa Javuzjon tarixida Misrobod mahallasi ochiq qolgan mahallalardan biri bo'lib, u yerda barno yigitlar yashaydi. U yerda ilm, bilim, kurash va turli bo'limlarda hamma kishilar yashaydi. U yerda esa yosh, qarra, katta, kichik, inog'adek bo'lib bir oila kabi yashaydi. Mirvas Pahlavon maydondan pul jamlamoqda va birin-ketin barno yigitlar uni targ'ib qilib, unga pul sovg'a qilyaptilar. O'zbek rasm va an'anatlaridan bo'lgan mana shunday o'yinlar esa hamisha kelib kelyapti va xirmaning og'gan deb aytadi. Vallazlar. Siz tasvirda esa bu kecha Misrobodning go'zal yigitlarini ko'rmoqdasiz va bu yigitlar esa ko'ksi qalqon, yurt uchun xizmatgor va eli uchun hamisha bir-birovini qo'llab kelgan. Mirvas Pahlavon esa pul jamlayapti, pul. Bilmadim Mirvas Pahlavonga tushadigan pullar esa daraxtning yaprog'imi yoda pulmi? Va mana bu yerda esa ikkitagina jajji bolani ko'rasiz. Bu jajji bolalar ham faqat kutib turibdiki, qachon Mirvas Pahlavon kelsa u bularning qo'lidan sovrinlarni olsa. Bu kishilarni ham o'ylayman kelajakda pahlavon bo'lib chiqadimi deb o'ylayman. Balla. Azizlar, go'zal ko'rinishda ajoyib bir sahnalarni ko'ryapsiz. Navqon teradi deb o'ylayman. Bilmadim Mirvas Pahlavon navqon teradimi yoda pilla uchun daraxtning bargimi yoda bularning hammasi pulmi deyman. Mana bu ham 1500 lik va dollarlarni ham shunaqa qilib xorijda yashaydigan o'rtoqlar tomonidan mana bu ham jamlangan pullar etagida va bir yetak pul Mirvas Pahlavon uchun va Mirvas Pahlavon urf va odat uchun shonasiga tayinlangan to'ndi esa borib ushbu to'yda qatnashgan mehmonga sovg'a qiladi va mehmon ham esa urf va odatga ko'ra unga sovg'a beradi. Umid etaman bu kechagi guzorishimiz va yo ham video klipimiz sizlarga yoqqan bo'lsa deb o'ylayman. Agarda shunday video kliplarni tomosha qilaman desangiz, bizni kuzatib boring va bizni qo'llash uchun esa like tugmasini hamisha bosib turing. Yana ko'rishguncha, xayr.